Hurmatli aziz yurtdoshlar, men bitta narsani aytib qo'ymoqchiman. Bu qilayotgan videolarning hammasi shaxsan men o'zimga tegishli. Bundan tashqari men yo'q bo'lib qolgan shu mashinalar bilan yurgan paytimizda efirda bilasizlar, Dilmurod chiqib turadilar har doim. Ana endi hozir shunday imkoniyat beramizki, Dilmurod sizlarga qolgan narsalarni ham tushuntiradi. Index Avtomotors tomonidan yana bitta xursandchilik, yangilikni aytaman. Faqat iltimos, davol patologlarda yugurib ketib qolmanglar. Yangi mana shu bespravek mashinamizni xudo xolasa sizlar xarid qiladigan bo'lsanglar, uylarga yetib olish uchun biz polniy bak benzin quyib beramiz. Dagarlar. Shu tomchi shunday tushadi, Tracker olganlarga, Onyx Tracker olganlarga. Faqat Onyx Tracker olganlarga polniy bak benzini bilan viloyatdan kelsanglar, viloyatgacha bemalol yetadi. Viloyatlik qadrdon jigarlarim meni sizlarni kutyapti mashinanglar. Kelinglar olib ketinglar. Avtosalon xodimlari mashinani 30% ni yetishadi, sug'urta pulini yetishmaydi. Biz hozir sizlarga to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Sug'urta puli mashinani 30% bilan necha pulga tushadi va necha pul oylik to'lovi chiqishda. Mexanika pozitsiyasidan boshlaymiz. 12si mexanika pozitsiyasi, birinchi pozitsiyasi boshlang'ich to'lovga 58 million 500 olib kelasizlar. 3 yilga oylik to'lovi 3 million 440 ming so'mdan chiqadi. E'tibor bersanglar, bosh to'lovga sug'urta pullari va mashinani haydab ketishinglar bilan aytaman. Mexanikamizning ikkinchi pozitsiyasi bo'ladi. 61 million so'm boshiga kerak bo'ladi. Buni ham sug'urta pul ichida oylik to'lovingiz 3 million 590 ming so'mdan chiqadi. Ya'ni 12si LTZ pozitsiyasi bo'ladi. LTZ pozitsiyasiga boshlang'ich to'lovga 66 million so'm olib kelasizlar. Oylik to'lovi 3 million 880 mingdan 3 yilga chiqadi. Onyx Premier pozitsiyasi, Onyx Premier pozitsiyasiga boshlang'ich to'lovga 73 million so'm olib kelasizlar. Hamma xarajat ichida oylik to'lovi 4 million 310 ming so'mdan chiqadi. Onyx Redline eng super pozitsiyasiga boshlang'ich to'lovga 76 million so'm olib kelasizlar. Buni ham sug'urta pul ichida oylik to'lovi 4 million 485 ming so'mdan 3 yilga chiqadi. Ya'ni bu mashinalarimiz rasrochkaga 3 yilga bo'lib to'lash sharti bilan 0% da rasrochkaga chiqadi. Index Avtomotorsga tashrif buyursanglar, bizda bank xodimi bizning ofisimizda ish faoliyat yuritadi, sizlarga xizmat ko'rsatadi. Bu yoqqa borib, bu yoqqa borib yurmaysizlar, hamma ishlarni o'zimizga hal qilib beramiz. Ertalab kelasizlar, kechga mashinani haydab ketasizlar. Mashinalarimiz nalichida tayyor. Index Avtomotorsdan mashina xarid qilganlarga, Onyx Tracker olganlarga dagarlar qilib qo'yib beramiz benzinga. Mana bunisi Onyx, hozir polniy bak qildik. Bunisini chiqazib Endi navbat Trackerga. Endi navbat Trackerga buni ham polniy bak dagarlar benzin qo'yib beramiz, xudo xolasa. Hammanglarni Index Avtomotorsda kutib qolamiz azizlar. 9-dekabr Index Avtomotorsdagi ish jarayoni. O'zbekistonning har bir viloyatidan kelishgan Damas, Labo, Onyx Tracker xarid qilishyapti. Hamma ishimizni o'zimizga hal qilib beramiz. Ish jarayonidan tanishib, O'zbekistonning har bir hududidan kelishgan